Assalamu alaykum Farabi Dördətxanasının hörmətli görmələrim, bu vaxtınlar xeyirlik bolsun. Bugün hazırkı zaman Uyğur dil dərsimizin 66-cı dərsini ötümüz. Bu dərsimizin məzmunu bolsa Uyğur yazığımız qo'llanılgan tinish belgileri. Ötken saatlik dərsimizdə köçürmə cümlə və özləşdirmə cümlələrini görüb çıxandıq. Bugünkü dərsimiz bolsa Uyğur yazığımız qo'llanılgan tinish belgilerini görüb çıxımız. Yəni bu tinish belgilerinin içində çekit, peş, qo'sh çekit, tırnaq degəndək hər xil tinish belgilerini görüb çıxımız. Ve bugünkü dersimiz bolsa hazırkı zaman Uyghur dil dersimizin en ahırkı dersi. Dersimizi başlaştığım burun ötken saatlik dersimizin ahır sorap ötken tüvendiki iki sualımızga kısık cevap verip öteyli. Birinci sualımız bolsa köçürüm cümle degen nime? Bu sualın cevabı köçürüm cümle degenimiz abdurning başka şahslarning söz ibarelerini hiç qandaq özgertmezden ayni boyunca öz nutqı kirgizip qo'llanışidan hasıl bolgan cümlelerini gösterdi. İkinci sualımız bolsa tüvendiki köçürüm cümleyi özleştirme cümlege aylandırıp beqing. Yani bu yerki köçürüm cümle bolsa ustozlar bizga doim o'qish jafoliq, keyni vafoliq deb aytadi. Yani bu köçürüm cümle. Endi buni özleştirme cümlege aylandırıp baqsak, ustozlar bizga doim o'qishning jafoliq, ammo o'qigandan keyin vafoliq, yani foydali bo'lganligini aytadi. Yani bu özleştirme cümle. Endi bugünkü dersimiz gelsek, bugün tinish belgileri haqida to'xtalib o'tamiz. Undaqda tinish belgileri degan nima? Tinish belgileri deganimiz ijtimoiy aloqaning ehtiyojiga asosan o'y fikrini to'g'ri, to'liq ifodalash uchun yoziq tilida, yoziqning qo'shimcha vosita sifatida ishlatiladigan belgilar tinish belgileri deyiladi. U, ya'ni tinish belgileri tinish so'ziga belgi so'zining qo'shish bilan kelib chiqqan bo'lib, adabiy yoziq tilining kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Hazırkı zaman Uyghur edebi tilde kullanılan tinish belgeleri tüvenliklerden ibaret. Çekit, sual belgisi, ündeş belgisi, peş, çekitlik peş, qo'sh çekit, qo'sh tırnak, yalan tırnak, tırnak, sızıkça, sızık, köp çekit qatarlıqlar ve bulardan başka, yani yuqurqilardan başka çoğun tırnak ve qo'sh peş qatarlıqlar var bulup, tüvende köprek işletilgan ve bir kadar umumlaşkan tinish belgelerinin işletilişi hakkında to'xtalib o'tamiz. Eng avval to'xtalib o'tadiganimiz chekit va uning ishlatilishi. Undaqda chekit qandaq yerlarda ishlatildi? Bu belge, ya'ni chekit o'y fikrining bayon tarzida aytilganligini bildirib, tuvandikcha qo'yildi. Birinchi bayon jumlalardan keyin qo'yildi. Masalan, saboqdoshlar bugungi eshitamiz, cho'ng zalga yig'inga borganmiz, bayon jumla va oxiriga chekit keladi. Şununla qat'iy ishonishimiz lozimki, erkinlik cho'qim amalga oshadi. Ya'ni bu murakkab jumlaning oxiridami chekit qo'yildi. Ya'ni bayon tarzida aytilganligi uchun jumlaning oxiriga chekit qo'yilgan. İkinci shakli bo'lsa siliq, ya'ni tuvan ohang bilan aytilgan undash va buyruq jumlalardan keyin chekit qo'yildi. Masalan, barliq kuch-quvvatimiz va aql farosatimizni o'rganishga qaratayli. Ya'ni bu siliq ohangda aytilgan undash jumla. Üçüncü şekli bolsa raqam bilan yozilgan tartib sonlardan keyin chekit qo'yildi. Masalan, birinchi, ikkinchi, uchinchi degandek sonlarning oxiridan chekit qo'yiladi. To'rtinchi shakli bolsa qisqartib yozilgan ism bilan familiya orasiga chekit qo'yildi. Masalan, Z Qodir, T Almaz, A O'tkir qatorliqlar, ya'ni Zunun Qodir degan ismni Z Qodir shakliga, Turg'un Almazni T Almaz, Abdurahim O'tkirni A O'tkir shaklida qisqartgandan keyin ism bilan familiyaning orasiga chekit qo'yiladi. Beşinci xil şekli bolsa, onluq kesrdeki bütün san bilen kesir san arasına qoyuldu. Mesela 1,5 bolğan vaqtda 1 degenin axırına çekit qoyulup 5 yazıldı. Yani 1,5 bu şekilde yazıldı. Uyghur dilde en köp qo'llanılan tinish belgelerinin ikincisi bolsa sual belgisi ve sual belgisi ve onun işletilişini görüp çıkımız. Bu, yani sual belgisi o'y fikrinin sual tarzida aytilganligini bildirdi. Qo'yilish o'rni tuvandikcha. Birinchi xil shakli bo'lsa, har xil savoldan keyin qo'yiladi. Masalan, nima ish yuz berdi, nega bordingiz, nima ish qildingiz degandek savollardan keyin savol belgisi qo'yiladi. Ikkinchi xil shakli bo'lsa, keyni-keyindan ulinib kelgan savollarning keyindikisiga qo'yildi. Masalan, bu ishni u uqamdi yoki uqmamdi bo'lsa, ya'ni keyni-keyindan ulangan savollar bo'lsa, faqatla eng oxirida qo'yiladi. Üçüncü xil şekli bolsa, cümlede abdurga nama'lum bo'lgan, abdur gumon bilan qargan tarkiblardan keyin qo'yiladi. Masalan, Salay Chaqqon Uyg'ur xalqining danglik tatbiqchilaridan biri. Bu yerga Salay Chaqqonning tug'ilgan vaqti 1905-yili abdurga ma'lum bo'lgan bo'lsa, vafot bo'lgan yili abdurga nama'lum yoki abdur tarafidan gumonliq bo'lganligi uchun savol belgisi qo'yilgan. To'rtinchi xil shakli bo'lsa, undash va savol tarzida aytilgan jumlalarda avval savol belgisi, ondan undash belgisi qo'yildi. Masalan, Sharvan
Boy siz gapni nereden öğrendin? Yani hem ündeş hem sual terzi edilgan cümlelerden keyin avval sual belgisi ondan keyin ündeş belgisi qo'yiladi. Yani muşunga o'xshash hem ündeş hem sual terzi edilgan cümlelerden keyin bo'lsa, avval sual belgisi ondan ündeş belgisi qo'yiladi. Endi tinish belgilarining 3-inchisi bo'lgan ündeş belgisini ko'rib chiqamiz. Ündeş belgisi va uning ishlatilishi. Bu belge yani ündeş belgisi o'y fikrning ündeş va buyruq tarzda aytilganligini bildirgan jumlalarning orqasiga qo'yiladi. Onun qo'yilish o'rni tuvandikicha bo'ladi. Birinchi shakli bo'lsa, ündeş jumlalar va buyruq ohangida aytilgan buyruq jumlalardan keyin qo'yiladi. Masalan, Yayson Türk xalqining buyuk ittifoqligi, ya'ni bu shuar, ya'ni buyruq ohangida aytilgan buyruq jumladan keyin ündeş belgisi qo'yilgan. İkinci şekilde qarasak, ündeş ahangida aytilgan imliq so'zlar va qaratma so'zlardan keyin qo'yiladi. Masalan, Sabaqdaşlar g'ayrat qilinglar, ya'ni bu yerki sabaqdaşlar degan qaratma so'zdan keyin ündeş belgisi qo'yilgan va g'ayrat qilinglar bo'lsa o'xshashla buyruq jumla va buning oxirigimi ündeş belgisi qo'yilgan. Uchinchi xil shakli bo'lsa, ba'zi jumlalar birla vaqtda savol ham ündeş mazmunda kelishi mumkin. Bundaq jumlaning oxiriga savol belgisi bilan ündeş belgisi qator qo'yildi. Masalan, mening aytimni to'xti, oyog'im yerga tekkandan tortib sana haqsiz ishlayapman. Zodi qaysimiz qarzdor? Yani bu yerki zodi qaysimiz qarzdor degan hem ündeş mazmunda hem sual mazmunda kelganligi uchun buning oxiriga hem sual belgisi hem ündeş belgisi qo'yiladi. Tinish belgilarining 4-inchisi bo'lgan pesh haqida to'xtalib o'tamiz. Pesh va uning ishlatilishi. Pesh tilimizda eng ko'p ishlatilgan belgi bo'lib, jumla bilan jumlaning, so'z bilan so'zning, jumla bo'laklarining o'zaro munosabatlarini farqlantiradigan belgilarning biri. Undaqdan nima uchun peshni eng ko'p qo'llanamiz degan vaqtda jumlalarning orasiga pesh qo'ymasak, ya'ni bizning tinishimizmi to'solg'a uchraydi. Shuning uchun Uyg'ur tilida pesh eng ko'p qo'yiladigan tinish belgisi hisoblanadi. Birinchi xil shakli bo'lsa, jumla ichidagi tangdosh bo'laklarni bir-biridan farqlantirish uchun ularning o'rtasiga pesh qo'yiladi. Masalan, Abdullah Sulaymon ham shoir, ham tadqiqotchi, ya'ni bu yerdagi shoir va tadqiqotchi degan bu jumladagi tangdosh xabar bo'lganligi uchun bularning orasiga pesh qo'yilgan. Ikkinchi shaklga qaraydigan bo'lsak, murakkab jumla tarkibidagi oddiy jumlalardan keyin pesh qo'yiladi. Masalan, menga verdim, keynimdan oyoq tevish anlayverdi. Burilib qarsam dadam arqamdan kelib etibdi. Yani bu yerdagi menga verdim, keynimdan oyoq tevish anlayverdi. Burilib qarsam dadam arqamdan kelib etibdi degan 4 oddiy jumlani bir-biridan ayirish uchun o'tirdirga pesh qo'yilgan. Uchinchi xil shakli bo'lsa, jumla bilan grammatikalik bog'lanish yo'q so'zlarni, ya'ni qaratma so'z, qistirma so'z va ayrim imliq so'z qatorliqlarni jumladan ajratish uchun pesh qo'yildi. Masalan, uningdan boshqa Rayhonning yana o'ziga xos ba'zi bir sirlarim bor edi. Ya'ni bu yerdagi uningdan boshqa degan qistirma so'z asl jumladan pesh orqali ayrilgan. To'rtinchi xil shakli bo'lsa, jumlada yeziq bilan kelgan sonlardan keyin pesh qo'yildi. Masalan, qaytib keldiganlar bo'lsang, birinchidan, endi uni qaytib ko'ra olmaysan, ikkinchidan, chekit, ya'ni bu yerdagi birinchidan, ikkinchidan degandek yeziq bilan kelgan sonlardan keyin pesh qo'yiladi. Peshni ishlatishning 5-chi xil shakli bo'lsa, bog'lovchilarsiz bog'lanib kelgan oddiy jumlalarning orasiga pesh qo'yildi. Masalan, o'qituvchimiz so'zildi, biz xotirladik, ya'ni bu yerdagi o'qituvchimiz so'zildi, biz xotirladik degan ikki oddiy jumlani bir-biridan ayirish uchun o'tirga pesh qo'yilgan. 6-chi xil shakli bo'lsa, lekin, ammo, biroq qatorliq qarim-qarshi bog'lovchilar orqali bog'langan qo'shim jumlalardagi, ya'ni murakkab jumlalardagi oddiy jumlani ajratish uchun yuqorqi bog'lovchilardan burun pesh qo'yiladi. Masalan, havo tutildi, chaqmoq chaqdi, ammo yomg'ir yog'madi. Bahor keldi, lekin havo isimidi. Yani qaraydigan bo'lsak, ammo, lekin qatorliq qarim-qarshi bog'lovchilar orqali bog'langan murakkab jumlalardagi oddiy jumlalarni bir-biridan ayirish uchun o'tirga pesh qo'yilgan. 7-chi xil shakli bo'lsa, da ulanmasi bilan bog'langan jumlada shu ulanmadan keyin pesh qo'yildi, ya'ni da ulanmasidan keyin pesh qo'yildi. Masalan, havo ushtum tutildi-da, yomg'ir quyuvatdi, o'qituvchi sinib kirdi-da, ochiqlab ketdi, ya'ni da degan ulanmadan keyin pesh qo'yilgan. 8-chi xil shakli bo'lsa, jumla tarkibidagi imliq undash so'zlar pesh orqali ayirib yoziladi. Masalan, pa nima degan chiroyli olmalar bu, ya'ni bu yerdagi imliq so'z va undash so'z bo'lib kelgan so'zlarning oxiridan pesh qo'yiladi. Endi tinish belgilarining 5-inchisi bo'lgan chekitlik pesh haqida to'xtalib o'tamiz. Chekitlik pesh va uning ishlatilishi. Bu belge, ya'ni chekitlik pesh tangdosh tarkiblarni ayirish uchun ishlatildi.
Çekitlik peş, tengdaş terkiplerini ayrışta roli peşki nispeten üstün turduğan tiniş belgisidir. Tengdaş terkiplerinin her qaysı yoki ularning biri yeni bir qancha tengdaş terkiplerini elib kelgan vaqtda ularning qatlamlıq münafiyetini aniq ayırış üçün üstünki qatlamdaki tengdaş terkipler arasıga çekitlik peş qoyuldu. Mesela, tamda ösken qumuşning beşi eğir, tüvi aciz, yıldızı tez boludu. Tağda ösken bambuk notasının uçu uçluq, posti qilin, içi kavak boludu. Yani bu yerdeki beşideki addi cümle bilen ahırdaki iki addi cümlenin oxşaşlar tengdaş terkip ve bu iki tengdaş terkipni ayırış üçün çekitlik peş qoyulgan. İkinci misal qaraydigan bolsaq, hayatlık bolmasa ölüm bolmaydı. Ölüm bolmasa hayatlık bolmaydı. Bu yerdeki iki murakkab cümle oxşaşlar tengdaş terkip ve bu tengdaş terkipni bir-birinden ayırış üçün çekitlik peş qoyulgan. Tiniş belgelerinin altıncısı qoş çekit, yani qoş çekit ve onun işletilişini görürüz. Qoş çekit asasen bayan belgisi bulup tövenlik orlarda işletildi. Birinci işletiliş bolsa umumlaştırgıç terkiplerden keyin qoyuldu. Mesela, bizning yezib terildigan ziraatlar buğday, qo'noq, zig'ir, qicha ve gazirdan ibaret. Yani bu yerdeki ziraatlar, yani bizning yezib terildigan ziraatlar umumlaştırgandan keyin oxiriga qo'sh chekit qo'ygandan keyin boshqa tarkiblar keladi. İkinci cümle qaraydigan bolsaq, onun aldıda ikkili yol qalgan edi. Biri ölüş, yeni biri Hiliqi şəhərlik təmpörçü yigitni izləb sorab tepiş. Umumlaştırgıç terkip bolgan, onun aldıda ikkili yol bolgan edi. Yani bu axirdagi iki cümleni umumlaştırıp kelgan terkipten keyin qo'sh chekit qo'yilgan. İkinci xil şekli bolsa, köçürüm cümlenin aldıda kelgan aptor sözden keyin qo'sh chekit qo'yildi. Biz buni köçürüm cümleni ko'ygan vaqtimizda ko'rib chiqqandik. Masalan, dadam manga cho'qim yaxshi o'qing degan edi. Yani bu yerdagi cho'qim yaxshi o'qing degan köçürüm cümlenin aldıga qo'sh chekit qo'yilgan ve bu köçürüm cümle qo'sh tirnoq ichiga ilingan. İkinci cümle qaraydigan bolsaq, ko'nlarning xat yerim didar degini rost ekan. Yani bu yerdagi köçürüm cümleden burun qo'sh chekit qo'yilgan. Üçüncü xil şekli bolsa, hörmet tariqasida aytilgan qaratma so'zdan keyin qo'sh chekit qo'yiladi. Masalan, chekit viloyatlik maktab rahbarligiga hörmetlik XX apandim, hörmet bilan XX, yani yil ay kun. Yani bu yerdagi hörmet tariqasida aytilgan qaratma so'z degan vaqtimizda biz salom xat yozgan vaqtimizda bo'lsin yoki bir qism yerlarga iltimos yozgan vaqtimizda o'sha yerdagi qaratma so'zlardan keyin qo'sh chekit qo'yiladi. Tiniş belgelerinin yettiğisi qo'sh tirnoq, yani qo'sh tirnoq ve onun işletilişini görüp çıkımız. Qo'sh tirnoq ve onun işletilişi tövendikiç buldu. Birinci xil şekli bolsa, aptor sözden içit kelgen köçürüm cümle ve köçürüm sözler qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Biz bunu köçürüm cümle ötken vaqtimizda sözlep ötkendik. Mesela, ölmekning ustiga tepmek degandek ish bo'ldi. Yani bu yerdagi ölmekning ustiga tepmek degan köçürüm cümle qo'sh tirnoq ichiga ilingan. İkinci xil şekli bolsa, birer sözni atab ko'rsatganda yoki birer söz asli ma'nosida ishlatilmay köçürüm ma'nosida ishlatilgan vaqtda bundaq söz qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Masalan, faqat suv so'ziga uchinchi shaxsda si qo'shilmay yi qo'shiladi. Yani bu yerdagi suv sözünü ve si, yi qo'shimchasini atab ishlatganligimiz uchun bular qo'sh tirnoq ichiga ilindi. İkinci misal qaraydigan bolsaq, Ekber ba'zida o'g'irlik qilib qo'yatdi. Shunga kishilar uningga ovchi deb laqab qo'yishgan edi. Yani bu yerdagi ovchi degan so'z o'zining asli ma'nosida emas, balki ko'chirma ma'nosida, yani bu yerdagi Ekberning o'g'irlik qilganligiga qo'yilgan bir laqab bo'lganligi uchun bu qo'sh tirnoq ichiga ilingan. Üçüncü xil shakli bolsa, jumla ichida kelgan kitob, gazet, jurnal ve eserlerinin namları, idare ve xalq teşkilatlarının namları, tarixiy vaqalarning nomlari qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Masalan, Yasin Zilal Tarim jurnalida ishlaydi. Bu yerdagi Tarim degan bir jurnalning ismi bo'lganligi uchun qo'sh tirnoq ichiga ilingan. İkinci misal qaraydigan bo'lsak, bu misollar atoqli shoir Teyipjon Eliyevning she'rlar to'plami Yantoqdan ilindi. Yani bu yerdagi Yantoq degan bir asarning ismi bo'lganligi uchun qo'sh tirnoq ichiga ilingan. Tiniş belgelerinin 8'incisi bolgan yalan tırnak ve onun işletilişi. Yalan tırnak qo'sh tirnoq nisbeten roli kichik bolgan tiniş belgisi. İşletilişinin birinci xil şekli bolsa, cümlede qo'sh tirnoq ichida kelgan köçürüm terkipler yalan tırnoq ichiga ilindi. Bu xuddi peş bilan chekitlik peshning qatlamliq munosabatini ifodalaganiga o'xshash, köçürüm terkiplerinin qatlam munosabatini ifodalaydi. Masalan, boy qovurg'amay, chiroqboyda choy ichgan chechanni ko'rdim degandek, amdi kitoblardan qusur topqil turdingmi? O'qib qo'y oshkor, u degan pan dedi kun qiz. Bu yerdagi yani qaraydigan bo'lsak, chiroqboyda choy ichgan chechanni ko'rdim degan köçürüm cümle ve bunun ichida o'xshashlar chechan degan tarkib
ko'chirim tarkib bo'lganligi uchun qo'sh tirnoq ichida yalang tirnoq qilingan. Ikkinchi xil shakli bo'lsa, qo'sh tirnoq ichiga ilingan kitob, gazet, jurnal, maqola, asar nomlari ichida yana kitob, gazet, jurnal, maqola, asar nomlari kelsa, bular yalang tirnoq ichiga ilindi. Masalan, Turg'un, sana apirin aytaman do'stim. Sadoning yaqinqi adabiyot gulzori sahifasida e'lon qilingan ikki parcha she'ring nihoyat yaxshi yozilibdi. Mushu jumlaning o'zi bir ko'chirim jumla va buning ichida kelgan Sado, adabiyot gulzori degandek mushu ismlar bo'lsa, kitob jurnallarning ismi yoki bir sahifaning ismi bo'lganligi uchun bular yalang tirnoq ichiga ilingan. Tinish belgilarining 9-inchisi bo'lsa, tirnoq, ya'ni tirnoq va uning ishlatilishi. Undaqda tirnoqning ishlatilishini ko'rib chiqsak, birinchi xil shakli bo'lsa, jumla ichida izohlash, to'liqlash ma'nosida va yashin ma'nosida kelgan jumlalar tirnoq ichiga ilindi. Masalan, u bizning uyni burun kelmagan bo'lsa-mu, tinimay tepib kelibdi, bu yerga burun kelmagan bo'lsa-mu degan mushu qism bu jumlani izohlash ma'nosida kelgan. İkinci xil şəkli bolsa, əsərlərdə birər kişinin tug'ilgan və vafot bo'lgan vaqtini, birər tarixiy voqeaning yuz bergan, tamomlangan vaqtini eskartib ko'rsatganda tirnoq ichiga ilindi. Masalan, Le Mutallib Uyg'ur xalqining talantli shoiri, Le Mutallib, ya'ni Lutfullo Mutallibning bu yerda tug'ilgan vaqti va vafot bo'lgan tarixi tirnoq ichiga berilgan. Uchinchi xil shakli bo'lsa, naql keltirilgan misolning ilingan joyini ko'rsatganda avtor va kitob nomi tirnoq ichiga ilindi. Masalan, To'g'ri aytding aka, bizda nima amal bo'lsin? Ya'ni bu jumla Oysha Mahmadning O'chmas izlar degan asardan ilingan degan qism tirnoq ichiga ilingan. Tinish belgilarining 10-inchisi siziqcha, ya'ni siziqcha va uning ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi xil shakli bo'lsa, jup so'zlarning orasiga siziqcha qo'yildi. Masalan, o'riq semiz, issiq so'g'uq, qo'shal xo'ram, egiz bakar, uzun qisqa degandek mush xil jup so'zlarning orasiga siziqcha qo'yildi. İkinci xil shakli bo'lsa, raqam bilan ifodalangan daraja sonlardan keyin siziqcha qo'yildi. Masalan, mening ikkinchi o'g'lim 7-sinfda o'qiydi. Professor Abdullah Sulayman 1952-yili Chira noyasida tug'ilgan, ya'ni raqam bilan ifodalangan daraja sonlardan keyin siziqcha qo'yildi. Uchinchi xil shakli bo'lsa, so'zlar bo'linib kelgan ha, da, ya ulanmalarining oldida siziqcha qo'yildi. Masalan, ha, nima degan go'zal joy bu, ha? Yani bu yerki ha degan ulanning oldida siziqcha qo'yilgan. 4-xil shakli bo'lsa, ko'p bo'g'imliq so'zning qur oxiriga sig'may qolgan qismini bo'lib, ikkinchi qur'a ko'chirgan vaqtda bo'lingan bo'g'imdan keyin siziqcha qo'yildi. Masalan, o'rganishimiz degan jumlaning oxiriga kelib qolgan vaqtda, ya'ni shu qurning oxiriga patmagan vaqtda shimiz degan qismini ayirgan bo'lsak, o'rgani degandan bo'g'imning oxiriga siziqcha qo'yiladi. 5-xil shakli bo'lsa, fe'llarning o'zak shakllaridan keyin siziqcha qo'yildi. Masalan, o'ltir, mang, kat, tur, yur qatorliq fe'llarning o'zak shakllaridan keyin siziqcha qo'yiladi. Tinish belgilarining 11-inchisi bo'lsa, siziq, ya'ni siziq va uning ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Uning ishlatilishi tuvanligicha bo'ladi. Birinchi xil shakli bo'lsa, adabiy asarlardagi dialoglarning oldiga qo'yiladi. Avtor so'zi bilan dialoglarning oldiga qo'yiladi. Avtor so'zi bilan dialogning orasiga pesh qo'yiladi. Masalan, Nigar bugun seni hayvonot bog'iga ilib boray, dedi u kulib turib. Qizi beshini chayqab, topshiriqimni ishlab bo'la olmadim, ya'ni dialoglarning oldiga qo'yiladi. İkinci xil shakli bo'lsa, zamon va makon ma'nolarini ifodalaydigan ikki so'zning yoki sonning orasiga qo'yiladi. Masalan, Örümçi, G'ulji temir yo'li, ya'ni bu yerdagi ikki xil makonni ifodalaydigan so'zning orasiga sizib qo'yilgan. İkinci misol qaraydigan bo'lsak, 1990-1995-yilgacha oliy maktabda o'qidim, ya'ni ikki xil zamonning o'rtasida, ya'ni 1990 dan 1995gacha deganning orasiga sizib qo'yilgan, ya'ni bundaq kelgan siziq va yoki ham ma'nolarini yoki din, g'icha degan ma'nolarni bildirdi. Uchinchi xil shakli bo'lsa, jumlada bir xil ma'noda kelgan, bir xil grammatikalik shaklda kelgan izohlag'uvchi bilan izohlang'uvchining o'rtasiga qo'yildi. Masalan, tanarkat musobaqasida har xil faoliyatlar, ya'ni yugurish, sakrash, futbol, voleybol qatorliqlar bor, ya'ni bu yerda izohlash ma'nosida kelgan. Tinish belgilarining 12-inchisi bo'lsa, ko'pchekit, ya'ni ko'pchekit va uning ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi xil ishlatilish bo'lsa, fikrning to'liq aytilib tugamaganligi, davom borligini bildirish uchun ko'pchekit qo'yildi. Masalan, ikkisi choy ichib o'tirib, o'tgan kechganlar haqida parang'i tushib ketdi, ya'ni bu yerdagi fikrning, ya'ni mushu bayonning davom borligini bildirgan. Ikkinchi xil shakli bo'lsa, so'zlaguvchining hayajonlanganlikdan nutqning uzilib qilinganligini ifodalash uchun nurg'un chekit qo'yildi. Masalan,
Amanqul Tömür Xalipiga qarab, "Razı bol aka" dedi de ko'zini yumdi. Yani bu yergi "Razı bol aka" degan nutuq mushu nutuqning ishiga kelgan vaqt, yani dialogga kelgan vaqtda üzülüp aytilganligini bildirgan. Üçüncü xil şəkil bolsa, cümledeki tekrar və sozulub aytilgan sözlərinin asasən imliq və öndək sözlərinin arasına köpçük qoyuldu. Məsələn, yerinin qayırdan gür qılğandək bir xil avaz anlandı. Yəni bu yerdəki tekrar və sozulub aytilgan imliq və öndək sözlərinin arasına çekit qoyuldu. Yəni köpçük qoyuldu. Dördüncü xil şəkil bolsa, köpçük kitap, jurnallarının mündəriclərdə tema, mavzu və bət numurunun arasına qoyuldu. Məsələn, Hazırki zaman Uyghur şiiri toğrusida mülahizə 1-ci bəd, şiir və şair çekit 12-ci bəd. Yəni köpçəkit kitab jurnallarının mündəriclərdə tema, mavzu və bəd numurunun arasına intayin köp qoyuldu. Bugünkü dərsimizin axırına gəldik. Dərsimizin axırda bu dərsimizə münasibətli olan tövəndiki sualını sorab ötümüz. Hazırki zaman Uyghur ədəbiyyat dilində qo'llanılan tinish belgiləri qaysilar? Bu sualın cevabını YouTube videomuzun astırki inkas kısmına yoki Instagram hesabımızın DM kısmından uçur yazıp əvəzsiniz buludu. Hazırki zaman Uyghurca dersimiz müşədə axırlaşdı. Undaqda həmmanla aman bolunlar. Xeyr xoş.